Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, akalar, biz video syomkalarimiz Namangan viloyat, Namangan tuman Tepao'ron qishlog'ida olib boryapmiz. Akalar, hafta kuniga juma kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin deb biz videolarimizni boshladik. Hafta kuniga juma 3-oktyabr 2025-yil. Xudo xolasa shu arzonchilar optimchilar qishloq Tepao'ron qishlog'idan hurmatli obunachilar. Mana bitta Umidjon degan ukamiz bor. Umidjon aka oldingizmi? Kimsiz? Yashimsiz? Umidjon obunachilar. zo'rlardan ketdi. Ha, xudo Rasa buni qo'y qilib, go'sht yo'nalish bormi? Zot yo'nalishga tushadiganlari bor ekan sizda. Ha, Xudo xolasa. Qo'ylarimiz Qirg'iziston toza bishket qo'ylar ekan, Umidjon. toza bishket qo'ylar. Qo'zi qo'chqorlar ko'rin, hurmatli obunachilar, mana. Hammasi o'ta cho'tki, qo'zilarimiz o'ta ideal darajada. Hurmatli obunachilar. Bayda soni nechta, Umidjon? Bu yerda soni hozir 14 dona. 14 dona hammasi. Ha, 14 dona. Yeb ichi sog'ligi hammasi zo'r. Ha, bir hafta garantiyasi. O'zimiz ham sinab oldik. Ha, Xudo xolasa qo'ylarimiz o'ta zo'r, Xudo xolasa inshaalloh. O'ta ideal darajada. Mana hurmatli obunachilar, o uzunlik. Mana takt ishini ko'rishlari mumkin, hurmatli obunachilar. Hammasi talash yeyapti baydagilar. Yosh oyliklar necha oylik ular? Yosh oyliklar ketdi bir 6 oy yo'q, 8 oy. Ha, 5 oy, 6 oylik. Shunaqa. Ana. Hammasi Xudo xolasa yuzlari tiniq, oyoq qo'li butun, Xudo xolasa o'ta ideal darajada, hammasi badani ham zo'r, Xudo xolasa. Shunday bor. narsalar, qonni ham zo'r chiqyapti, yeb ichi zo'r ekan. Ha, yeb ich sog'ligi yaxshi. Ha. Xo'sh, hurmatli obunachilar, buni soni nechta dedingiz? Soni 14 dona. 14 dona. Mana hurmatli obunachilar bilan go'sht yo'nalishi tushadigan qo'ziqo'chqonlar ekan, hammasi o'ta ideal darajada. Bo'ylarini 70 dan 75 ga davr ekan, hurmatli obunachilar. Ha, 70 dan 75 ga. O'ta ideal ekan. Hammasi Qirg'iziston Bishkek qo'ziqo'chqonlari. Qachon yetib keldi bular? Bular kecha yetib keldi, sakson chiqdi, bir kun turdi. Hammasi o'ta cho'tki ekan, xudo xolis dumma razrezlari o'ta dahshat oqlari, mana manshalar. Inshaalloh bular endi bular oz-moz baqish kerak. Yemini berish kerak xolos bularga. Gap yemda, hurmatli obunachilar. Umidjon bitta narx ayting, torcha narx aytmang. Mana hammasini bittasining dumbasi, osonga dumbasi yo'q. Hammasi tikka dumba, o'ta ideal ekan hammasi. Xudo xolasa olganga, sotganga baraka qiladigan narx aytaman. Aha. Ava siz aytganda o'tib bermaydigan narx aytaman. Ha, bo'lay narx aytib Bitta qo'y. narx aytaman. Ha. Hammasini bir joyga olishsa, 14 donasini. 14 dona bir joyga olishsa 3 million 300 mingdan ketaveradi. 3 million 300 ming o'tib beradi Yo'q, debdi. o'tib beradigan joyi yo'q. 3 million 300 mingdan bo'lsa, 3 million 300 ming so'mdan dastlabkasi. dastlabkasini Toshkentgacha qilib beradi. Toshkent dastlabkasi ichida. Ha, dastlab. Mana hurmatli obunachilar, qo'chqorlarimiz mana bundaqa pul yengil kelmagan. Pul arzon joyda, xudo xolis qo'chqorda ham zo'rlar, xudo xolis. Mana shuni ko'ring. Xudo xolis oyoq qo'llari ham keng, choti ham keng, dumbasi ham o'ta ideal darajada. Hammasi zo'r. Bularga prosta yengil-yengil yem berib, bular boqish kerak xolos. Mana Qo'y kallalarni ham qarang. ha, u tumshuqlarida xos quloqlari zo'r qo'ylar. Qurvonliqida bahsan xudo xolasa bu kamida ular 100 kilo, 150 kilo bo'ladi. Eng kamida 150 kilo, 120 kilo bo'ladigan qo'chqonlarga toza Qirg'iziston Bishkek qo'ziqo'chqonlari. Bir joyga olsa, Xudo xolasa baraka topishadi, rahmatini aytishadi. Vodiydan so'raganlarga-chi. Vodiydan so'rasak-chi. Vodiydan so'rashsa ham yetkazib beraveradi. Mana hurmatli obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa, xudo xolos mashq qo'chqonlarni olinglar, tashanglar, xudo xolasa baraka topadigan qo'ziqo'chqonlar. Hammasi yengil-yengil kepakda o'rib turib, shuni yemga o'tkazib beradigan qo'ziqo'chqonlar ekan. Mana shu qo'ziqo'chqonlar hammaga tavsiya qilaman, o'ta ideallardan ekan, hurmatli obunachilar. Ikkinchi partiyamiz qanaqalari bu? Sal yiriroqlar. Sal yiriroqlar. Yiriroqlar. Ketdimiz ikkinchi partiyaga. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyaga borib, shunday yemini berib tashlab baqiradiganlardan ekan. Hammasi xudo xolasa o'ta ideallar ekan. Qo'chqonlar bormi? Qo'ylarga qarang. Valloh qo'chqor olib qo'ygan. Katta-katta bo'lib Umidjon mana bular. Endi bosaveradi, tabravo. Mashlar. Shunday yemini berib. Hurmatli obunachilar, dumbar azrezlarim o'ta cho'tki. Xudo xolos inshaalloh qo'ylarimiz o'ta gigant. 80 chiqarar bu Ha, yer. 80 xotirjam chiqarib qo'ylar. Ya'ni yuzlari o'ta tiniq, zo'ridan so'raganlar mashq qo'chqonlar tavsiya qilaman, hurmatli obunachilar. Bularning bo'yi xudo xolasa bir 75 dan 80 ga bor ekan Umidjon.
Yosh oyliklari qanaqa bular aka? Yosh oyliklari bir 6-7 oylik bor. 6-7 oylik. 7 oylik atrofda. Mana hurmatli obunachilar, bu qo'ylar jicha mehr kerak xolos bu. Yemni berib, shuni boqish kerak xolos. Hammasi ideal darajada. Mana bitta shohdori bor ekan, go'sht yo'nalishga bor, bular zo'r tushadi. Birpasda yemni bersangiz kundan kunga o'zgaradi qo'chqonlarga hurmatli obunachilar. Qo'chqonlarimiz o'ta zo'rlardan ketdi. Bu soni nechta dedingiz? 24 dona. 24 dona. Mashina o'shancha mashina mana shu qo'chqarash qo'zoldim. Qaysi biri? Bunimi? Bunisiga. Bunisimi? Ha shu, o quloq ko'raman, hurmatli obunachilar. Buni bor. O'ta ideal ekan. Xudo xolasa hammasini sal charchovi chiqib, Ha, o'ynab qoldi. o'zi. O'ynab qoldi menimcha. Umidjon, buni videoni ko'p cho'zmaylik. Bo'ldi. Qo'ylarimiz ko'p ekan, xudo xolasa qo'ylarimiz zo'r. Yeb ichish sog'ligiga yaxshi. Ha, yebichi bahoti bir hattasini u bor. Telefon qilgan odam ishi bitadi, xudo xolasa. Inshaalloh bitirib beramiz. Bular Umidjon bitta narx ayting. Bo'ldi. O'sha narxni to'xtalamiz. U oldi qochdi gap kerak emas bizga. Yengil qilayotganmi Ha. bizga olsa? Ularga 3 million 700 dan berishsin. 3 million 700 dan. 3 million 700 dan. Ular ko'ryapmiz. Bular endi 4,5 bu yoq qo'ylari. Ha, bular Hammasi bo'yi, va bular bo'yi. Bir joygalig uchun Bir joyga Xudo xolasa qo'chqonlar tavsiya qilaman hurmatli obunachilar. O'ta ideallari bor ekan, o'zi qo'chqonlar bormi? Telefon qilgan odam ish bitadimi? Ha, xudo xohlasa bitirib beramiz. Qayerga o'tib berasiz? Ha, o'tib beramiz aka. O'tib degan joyini o'tib beramiz aka. Mana hurmatli obunachilar, telefon qila olasizlar. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Qo'chqonlarimiz Namangan tuman tepa o'rnashlarida turibdi. Agar borib ko'ramiz desa, lakaz tashlab beraverasiz. Ha, lakasa tashlab beramiz. Bemalol kelib ko'rib olishaveradi. Tanlab yoqtirib. Qo'chqonlarimiz o'ta ideal, xudo xolasa zo'rlar ekan. Hammasini yurish-turishlari mana zo'r. Mana hurmatli obunachilar. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar. Bugunga shular bor yo'g'i. Ha, bugunga shular aka. Yana davomi bor endi. Telefon qilgan odamga kerakcha qo'y keladigan to'g'ri berilaveradi. Qo'yib beramiz. Endi bu videoga endi hamma qo'y tartib qo'ysa bo'lmaydi. Ha. Ko'p vaqt olmaydi, mana shu qo'ylarni. Bulardan endi Umidjon bitta gapda. Kalla bosh qanchadan berasiz? Tanlab olsa endi bular hali 100 ming, 200 ming puli so'maydi-da, kattalari bor-da. Ha. Bozorda 4,5 ga vermaydigan qo'ylar bor, ko'ryapsiz-ku? Ha, yo'q, ko'rib turibman qo'ylaringiz, mana gigantlari bor ekan. Qo'ylar bozorda. To'g'risida 5,5 milliondan narx aytadi. Ha, shunaqa aniq aytadi. Bayda ko'p kattalari, mana buni qoralar bor ekan mana. Bayda mana monosi ham bor ekan. Mana mana shu qo'ylar ham katta qo'y Ha, ekan. mana shu ham 80. Shuni yemini bersa bo'ldi buni odam. Ha, Madaniy ham bor shu. xudo xolasa. Xullas, telefon qilgan odam ishi bitadi. Ha, xudo xohlasa bitirib beramiz aka. Mana hurmatli obunachilar, qo'chqonlarimiz o'ta ideal darajada, hammasi zo'r, sog'ligi, xudo xolasa yeb ichishiga birotta kafolatni berishadi. Telefon qilaverasizlar. Qo'ylar charchoq chiqib bo'ldi. Ha, Xudo xohlasa buni haligilari bo'lgan ko'ldorlari, ko'rdim, vaksina qildirib qo'ygan. bo'lgan. Ha. Xudo xohlasa maza qilib boqishaveradi. Boqqan odamni hozir foyda topar bu qo'ylardan, inshaalloh. Toza Qirg'iziston Bishkek qo'zi qo'chqonlari. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasa, xudo xolasa telefon yordam ishi bitadi. Videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.